Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 1 yildan boshlab ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinish. Bu o'zgarish kimlarga tegishli ekani? Qaysi holatda odam adashib qolishi mumkinligi va pulingizni bekorga to'lab yubormaslik uchun nima qilish kerakligi haqida ketadi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, bobo bu yoki pensiyaga chiqqan yaqin inson bor. Men bu mavzuni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Chunki ko'pchilik pensionerlar ozod qilindi degan xabarni eshitadi. Lekin aynan qaysi to'lov, qaysi tashkilot, qaysi shartlar va qaysi hujjatlar kerakligini bilmaydi. Natijada ba'zi odamlar o'z huquqidan foydalana olmaydi. Ba'zilar esa ortiqcha to'lov qilib qo'yadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu kabi foydali ma'lumotlarni men muntazam tushuntirib boraman. Avvalo asosiy masalani aniq qilib olaylik. Ilgari ko'p pensionerlar ayrim majburiy yoki yarim majburiy to'lovlarni to'lashda oddiy fuqaro bilan bir xil tartibda qaralardi. Ya'ni inson pensiya yoshiga yetganmi, daromadi cheklanganmi, sog'lig'i joyidami? Bularning hammasi amaliyotda har doim ham inobatga olinmasdi. Tashkilotga borsa, undan hamma kabi ariza, to'lov, kvitansiya, xizmat haqi talab qilinardi. Ayrim joylarda imtiyoz bor bo'lsa ham u avtomatik ishlamasdi. Pensioner men pensionerman deb aytmasa, hujjatini ko'rsatmasa yoki ariza yozmasa, undan pul olinaverardi. Endi esa 2 yildan boshlab pensionerlar uchun muhim yengillik joriy etilgani aytilmoqda. Bunda asosiy mazmun shuki, belgilangan toifadagi pensionerlar muayyan to'lovlardan to'liq ozod qilinadi. Bu chegirma emas, yarmini to'lash emas, aynan to'liq ozod etilish degani. Lekin men ekspert sifatida eng muhim narsani alohida ta'kidlayman. Har bir ozodlikning doirasi bo'ladi. Ya'ni qaysi to'lovlar nazarda tutilgan, qaysi pensionerlar kiradi, qaysi xizmatlarga tatbiq etiladi. Buni aniq bilish kerak. Aks holda odam men endi umuman hech narsa to'lamayman deb o'ylab, keyin jarima yoki qarzdorlikka tushib qolishi mumkin. Masalan, bir pensioner davlat xizmatidan ma'lumotnoma olmoqchi bo'ldi deylik. Oldin u ma'lumotnoma uchun 30 ming so'm, hujjat rasmiylashtirish uchun yana 20 ming so'm, xizmat ko'rsatish uchun qo'shimcha summa to'lashi mumkin edi. Agar yangi tartib aynan shu turdagi davlat boji yoki xizmat haqlariga tegishli bo'lsa, pensioner bu summani to'lamasligi kerak bo'ladi. Lekin agar gap kommunal xizmatlar, ya'ni elektr, gaz, suv chiqindi yoki internet to'lovlari haqida bo'lmasa, bunday to'lovlardan o'z-o'zidan ozod bo'lib qolmaydi. Shuning uchun xabarni eshitganda darhol qaysi to'lov degan savolni berish kerak. Men ko'p uchratadigan holatlardan biri shuki, odamlar yangilikni umumiy tushunadi. Masalan, pensionerlar to'lovdan ozod qilindi degan gapni eshitib, hamma to'lovlardan ozod bo'ldik deb o'ylaydi. Ammo huquqiy amaliyotda bunday ishlamaydi. Har bir imtiyozning nomi, muddati, subyekti va qo'llanish tartibi bo'ladi. Shu sababli men bugun sizga nafaqat xabarni, balki undan qanday to'g'ri foydalanishni ham tushuntiraman. Asosiy qism kim bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda bu masala pensiya oladigan barcha fuqarolar uchun muhim. Yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar ayrim holatlarda turli tartiblarga tushishi mumkin. Hamma pensioner deb ataladi, lekin hujjatda aniq toifa ko'rsatiladi. Shuning uchun qo'lingizdagi pensiya guvohnomasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va tegishli ma'lumotnoma juda muhim. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, ya'ni erkaklar uchun belgilangan pensiya yoshi yoki ayollar uchun belgilangan pensiya yoshi asosida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, yangi imtiyoz sizga tegishli bo'lish ehtimoli yuqori. Lekin yana bir bor aytaman. Bu qaysi to'lov turi ekaniga bog'liq. Siz davlat idorasiga borib, men pensionerman, to'lovdan ozodman deganingizda xodim sizdan guvohnoma yoki elektron bazadan tasdiq so'rashi mumkin. Bu normal holat. Asosiy narsa, sizdan qonunda ozod etilgan to'lovni talab qilishsa, siz bunga e'tiroz bildirish huquqiga egasiz. Keling, birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 38 yoshli pensioner opa kadastr bilan bog'liq ma'lumotnoma olmoqchi. Avval u davlat xizmatlari markaziga borganda 4 ming so'm atrofida to'lov chiqardi. Opa har oy 1.300 ming so'm pensiya oladi. Dori darmoniga 400 ming so'm, kommunal to'lovlarga 300 ming so'm.
oziq ovqatga 500 ming so'm ketadi. Qo'lida 1 ming so'm qoladi yoki qolmaydi. Mana shu 4 ming so'm ham uning uchun katta pul. Agar yangi tartib bo'yicha u aynan shu davlat boji yoki xizmat to'lovidan ozod qilingan bo'lsa, bu uning real hayotida sezilarli yordam bo'ladi. Chunki pensioner uchun kichik ko'ringan summa ham oylik byudjetda katta ahamiyatga ega. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi 72 yoshli otaxon notarial tasdiq, ariza yoki boshqa hujjat rasmiylashtirish uchun murojaat qiladi. U yerda unga mana buncha to'lov bo'ladi deyshadi. Agar to'lov turi imtiyozga kirsa, otaxon pensiya guvohnomasini ko'rsatib, to'lovdan ozod etilishini so'rashi kerak. Agar xodim bizda bunday imtiyoz yo'q desa, otaxon darhol janjal qilishi shart emas. U xotirjam tarzda iltimos, menga yozma tushuntirish bering yoki qaysi qaror asosida to'lov talab qilinyapti deb so'rashi kerak. Chunki yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish osonlashadi. Uchinchi misol. Qishloqda yashovchi pensioner internetda xabarni o'qidi va ertasi kuni chiqindi to'lovi, elektr yoki gaz uchun pul to'lamay qo'ydi. Bir necha oy o'tgach qarzdorlik yig'ilib qoldi. Keyin unga ogohlantirish keldi. Bu yerda muammo nimada? U imtiyozning qaysi to'lovlarga tegishli ekanini tekshirmadi. Agar qarorda kommunal to'lovlar aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, bunday xizmatlar bo'yicha majburiyat saqlanib qoladi. Shuning uchun men doim aytaman, pensionerlar ozod qilindi degan jumla yetarli emas. Uning yo'nida nimadan ozod qilindi degan savol turishi shart. Kim xavotir olishi kerak birinchi navbatda? Oxirgi oylar ichida iyuldan keyin ham shunday to'lovlarni amalga oshirgan pensionerlar. Agar siz imtiyoz kuchga kirgandan keyin ham pul to'lagan bo'lsangiz, albatta kvitansiyalarni saqlang. Chunki ayrim holatlarda ortiqcha to'langan pulni qaytarish yoki kelgusi to'lovlardan chegirish masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin buning uchun sizda isbot bo'lishi kerak. Og'zaki men to'lagandim deyish yetmaydi. Kvitansiya, chek, bank ilovasidagi to'lov tarixi, SMS xabarnoma, shartnoma raqami kerak bo'ladi. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz hozircha hech qanday davlat xizmati yoki rasmiy to'lovga murojaat qilmagan bo'lsangiz, shoshilib idora yurishingiz shart emas. Lekin o'zingiz va oilangiz uchun ma'lumotni bilib qo'ying. Ertaga hujjat kerak bo'lsa, oldindan tayyor turasiz. Farzandlar ham ota-onasiga yordam berishi kerak. Ko'p pensionerlar telefon, internet, elektron xizmatlar bilan qiynaladi. Farzandlar ona, mana sizga imtiyoz bor ekan deb hujjatlarni tekshirib bersa, juda katta savob ish bo'ladi. Endi pul jihatdan hisoblab ko'raylik. Agar pensioner yil davomida 3 marta davlat xizmati uchun murojaat qilsa va har safar o'rtacha 70 ming so'mdan to'lasa, yiliga 1 ming so'm bo'ladi. Kimdir uchun bu arzimas ko'rinishi mumkin. Lekin pensiya 1 million 200 ming yoki 1 million 500 ming so'm bo'lgan sharoitda bu pul bir oylik dori. 2 haftalik non yo'q yoki bir nechta zarur oziq-ovqat degani. Agar oilada 2 pensioner bo'lsa, bu summa yanada ko'payadi. Demak, imtiyoz faqat qog'ozdagi chiroyli gap emas, u to'g'ri ishlasa, odamlarning real xarajatini kamaytiradi. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, imtiyoz avtomatik ishlamasligi mumkin. Ba'zi tizimlarda pensionerning maqomi elektron bazadan avtomatik ko'rinadi. Masalan, davlat xizmatlari markazi yoki ayrim idoralarda pasport yoki ID karta raqami kiritilganda odamning pensiya olish ko'rinishi mumkin. Lekin hamma joyda ham shunday emas. Ayniqsa kichik tashkilotlar, ayrim xususiy xizmat ko'rsatuvchilar yoki bazasi yangilanmagan idoralarda sizdan hujjat so'raladi. Shuning uchun mening hammasi bazada bor deb ishonib qolmang. Hujjatni yoningizda olib yuring yoki telefoningizda skaner qilingan nusxasini saqlang. Ikkinchi nozik jihat, imtiyoz faqat pensionerning o'ziga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, hujjat pensioner nomida bo'lsa, to'lovdan ozod etiladi. Lekin ariza farzandining nomidan, mulk nabirasining nomidan yoki xizmat boshqa shaxsga rasmiylashtirilgan bo'lsa, pensionerning guvohnomasi asos bo'lmasligi mumkin. Buni ko'pchilik bilmaydi. Misol uchun, uy otaxon nomida bo'lsa va kadastr hujjati otaxon nomidan olinayotgan bo'lsa, imtiyoz qo'llanishi mumkin. Lekin uy o'g'lining nomida bo'lsa, otaxon pensioner bo'lgani uchun o'g'il nomidagi xizmat avtomatik bepul bo'lib qolmaydi. Uchinchi nozik jihat, qarzdorlik va yangi to'lovni farqlash kerak. 1 iyuldan boshlab ozod qilindi degani, 1 iyulgacha yig'ilgan qarzlar avtomatik bekor bo'ladi degani emas. Agar inson iyulgacha ma'lum xizmat uchun qarzdor bo'lgan bo'lsa,
bu qarz alohida masala sifatida ko'riladi. Yangi tartib odatida kuchga kirgan kundan keyingi to'lovlarga tatbiq etiladi. Shuning uchun men endi pensionerman, eski qarzim ham o'chadi deb o'ylash xavfli. Eski qarz bo'yicha tashkilot bilan alohida hisob-kitob qilish kerak. 4-nozik jihat. Ayrim xizmatlarda davlat boji bilan xizmat haqi alohida bo'ladi. Masalan, bir joyda sizdan 10.000 so'm davlat boji, 20.000 so'm xizmat haqi, 20.000 so'm texnik xizmat puli so'ralishi mumkin. Imtiyoz faqat davlat bojiga tegishli bo'lsa, qolgan xizmat haqlari saqlanib qolishi mumkin. Aksincha, qaror davlat xizmatlari uchun undiriladigan yig'imlardan ozod etiladi deyilgan bo'lsa, doira kengroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun kvitansiyada pul nimaning uchun olinayotganini ko'ring. To'lov degan bitta umumiy so'z bilan cheklanib qolmang. 5-nozik jihat, hujjatni rasmiylashtirish joyi muhim. Ba'zan davlat xizmatlari markazida imtiyoz ishlaydi. Lekin xususiy vositachi orqali murojaat qilsangiz, vositachining o'z xizmati uchun haq olinadi. Masalan, kimdir sizga men hujjatingizni tezlashtirib beraman deb 1000 so'm so'rashi mumkin. Bu davlat boji emas, vositachilik haqi bo'lishi mumkin. Pensioner bunday to'lovdan ozod bo'ldim deb talab qila olmaydi. Chunki u xususiy kelishuvga kirib qolgan bo'ladi. Shuning uchun men pensionerlarga va ularning farzandlariga maslahat beraman. Imkoni bo'lsa, bevosita rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi yoki yagona portal orqali murojaat qiling. 6-nozik jihat. Imtiyozdan foydalanish uchun ariza talab qilinishi mumkin. Ayrim joylarda xodimning o'zi siz pensioner ekansiz, to'lovchi chiqmaydi deydi. Bu yaxshi. Lekin ayrim joylarda imtiyoz qo'llash uchun ariza yozing deyshadi. Bu ham normal bo'lishi mumkin. Arizada odatda men falonchi, pensiya oluvchi fuqaro sifatida belgilangan imtiyozni qo'llashingizni so'rayman deb yoziladi. Ariza bilan birga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, kerak bo'lsa pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumotnoma ilova qilinadi. 7-nozik jihat, pensioner maqomi ham tekshiriladi. Ba'zi odamlar pensiya yoshiga yetgan bo'lishi mumkin, lekin hali pensiya rasmiylashtirmagan bo'ladi. Bunday holatda u amalda pensiya oluvchi sifatida bazada ko'rinmasligi mumkin. Demak, faqat yosh yetgani emas, maqomning rasmiy tasdiqlangani muhim bo'lishi mumkin. Agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, hali pensiyangiz rasmiylashmagan bo'lsa, avvalo pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, hujjatlaringizni to'g'rilab oling. 8-nozik jihat, ayrim imtiyozlar faqat yakka tartibda murojaat qilganda ishlaydi. Masalan, pensioner o'zi uchun hujjat olayotgan bo'lsa, to'lovdan ozod. Lekin u tadbirkorlik faoliyati, firma, yuridik shaxs yoki tijorat maqsadi bilan murojaat qilsa, boshqa tarif qo'llanishi mumkin. Ya'ni pensioner bo'lish hamma holatda tijoriy to'lovlardan ozodlik bermaydi. Bu farqni tushunish kerak. Endi eng kerakli qism, amalda qanday harakat qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning maqomingizni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, agar mavjud bo'lsa pensiya miqdori yoki pensiya tayinlangani haqida ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Hujjatlarning asl nusxasini ehtiyot qiling. Lekin telefoningizda suratini yoki skaner nusxasini saqlab qo'ying. Farzandlaringizdan yordam so'rang. Ular hujjatlarni telefoningizga tartibli qilib joylab bersin. Ikkinchi qadam, qaysi to'lovdan ozod qilinayotganingizni aniqlang. Murojaat qilayotgan idoraga borishdan oldin telefon orqali so'rab ko'ring yoki rasmiy sayt, davlat xizmatlari portali, pensiya jamg'armasi, adliya organlari yoki tegishli tashkilotning axborot kanallaridan tekshiring. Pensionerlar uchun 1 iyuldan qaysi to'lovlar bekor qilingan deb aniq savol bering. Javob umumiy bo'lsa, bu davlat boji hammi, xizmat haqi hammi, faqat ma'lum to'ifadagilar uchunmi deb aniqlashtiring. 3-qadam, idoraga borganingizda to'lov chiqsa, darhol pul to'lashga shoshilmang. Avval xodimdan so'rang, men pensiya oluvchiman. Menga 1 iyuldan belgilangan imtiyoz qo'llanadimi deb. Agar xodim hujjat so'rasa ko'rsating. Agar yo'q, siz to'laysiz desa, undan to'lov nimaga asoslanayotganini so'rang. Bu yerda hurmat bilan gaplash muhim. Baqirish, janjal qilish foyda bermaydi. Rasmiy savol rasmiy javobni talab qiladi. 4-qadam, agar sizdan baribir pul olishsa, kvitansiyani albatta oling. Kvitansiyasiz to'lov qilmang. Naqd pul berayotgan bo'lsangiz ham chek talab qiling. Bank orqali to'lasangiz, ilovodagi to'lov tarixini saqlang. Keyin imtiyoz qo'llanishi kerak bo'lganini bilib qolsangiz, aynan shu kvitansiya asosida qayta murojaat qilishingiz mumkin.
Beshinchi qadam. Ortiqcha to'lov bo'lsa, ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men pensiya oluvchi fuqaro sifatida belgilangan imtiyozga ega bo'lganim holda falon sanada falon to'lovni amalga oshirganman. Ushbu to'lovning qonuniyligini tekshirib, agar ortiqcha undirilgan bo'lsa, qaytarib berishingizni yoki keyingi to'lovlarga hisobga olishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi va kvitantsiyani ilova qiling. Arizani 2 nusxada topshirsangiz, bittasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. 6-qadam, javob berishmasa yoki rad qilishsa, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Masalan, davlat xizmatlari bo'yicha muammo bo'lsa, tegishli markaz rahbariyatiga, adliya organlariga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilish mumkin. Pensiya maqomi bo'yicha muammo bo'lsa, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga boring. Agar sizning ma'lumotingiz bazada noto'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, buni o'sha yerda to'g'rilash kerak bo'ladi. 7-qadam. Oilaviy nazorat qiling. Men buni juda muhim deb hisoblayman. Pensionerlar ko'pincha mayli, bolam 30 ming so'm ekan, to'lab qo'ya qolay deyishadi. Lekin masala faqat 30 ming so'mda emas, masala huquqdan foydalanishda. Agar davlat yoki vakolatli organ pensionerga yengillik bergan bo'lsa, bu yengillik ishlash kerak. Farzandlar ota-onasining to'lovlarini oyda bir marta ko'rib chiqsin. Qayerga pul ketdi, qaysi kvitansiya bor, qaysi to'lov imtiyozga kirishi mumkin. Bu nafaqat pulni tejaydi, balki keksa insonlarni ortiqcha sarson bo'lishdan ham saqlaydi. 8-qadam, yolg'on xabarlardan ehtiyot bo'ling. Internetda pensioner hamma narsadan ozod bo'ldi. Endi umuman to'lov yo'q. Pul qaytariladi. Faqat mana bu raqamga yozing degan xabarlar chiqishi mumkin. Bunday xabarlarga ishonib shaxsiy ma'lumotlaringizni, karta raqamingizni, SMS kodini hech kimga bermang. Rasmiy imtiyoz hech qachon sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. Agar kimdir imtiyozni rasmiylashtirib beraman, avval menga pul o'tkazing desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Yana bir amaliy holatni ko'rib chiqamiz. Pensiona ona 1 iyuldan keyin hujjat olish uchun 6 ming so'm to'ladi. Keyin qo'shnisi siz to'lamasligingiz kerak edi dedi. Ona nima qiladi? Birinchi navbatda kvitantsiyani topadi. Ikkinchi, qaysi xizmat uchun to'laganini aniqlaydi. Uchinchi, o'sha idoraga yozma ariza beradi. To'rtinchi, javobni kutadi. Agar javobda bu to'lov imtiyozga kirmaydi deyilgan bo'lsa, ular asos ko'rsatish kerak. Agar asos yo'q yoki javob tushunarsiz bo'lsa, yuqori tashkilotga murojaat qiladi. Mana shunday tartib bilan ish tutsa, natija olish imkoniyati ancha oshadi. Yana bir holat. Otaxonning uyi o'g'li nomida, lekin kommunal to'lovlarni otaxon to'laydi. Otaxon, men pensionerman, shu uy bo'yicha imtiyoz berilsin deydi. Bu yerda muammo chiqishi mumkin. Chunki xizmat shartnomasi yoki mulk egasi o'g'il nomida. Agar imtiyoz shaxsga emas, mulk egasiga bog'langan bo'lsa, otaxonning pensionerligi yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun hujjatlar kimning nomida ekanini tekshirish kerak. Zarur bo'lsa, shartnoma yoki hisob raqamlarini to'g'rilash masalasi ko'riladi. Men yana bir narsani alohida aytaman. Imtiyoz borligi pensionerning qadrini oshirish uchun berilgan ijtimoiy himoya chorasi. Uni so'rash uyat emas. Xodim nima deb o'ylaydi? Odamlar ko'rib qoladi. Mayli, to'lab ketaveray demang. Siz qonuniy huquqingizdan foydalanyapsiz. Xuddi pensiya olish huquqi qanday tabiiy bo'lsa, belgilangan to'lovlardan ozod bo'lish huquqi ham shunday tabiiy. Xulosa qilib aytsam, iyuldan pensionerlar uchun belgilangan to'lovlardan ozod etilish juda muhim yangilik. Lekin undan to'g'ri foydalanish uchun 3 ta narsani aniq bilish kerak. Birinchisi, qaysi to'lovlardan ozod qilinyapti. Ikkinchisi, imtiyoz kimlarga tegishli. Uchinchisi, uni qo'llash uchun qanday hujjat va tartib kerak. Eng katta xato hamma to'lov bekor bo'ldi deb o'ylash yoki aksincha, baribir foydasi yo'q deb umuman harakat qilmaslikdir. Men sizga maslahat beraman. Hujjatlaringizni tayyorlang. To'lov qilishdan oldin imtiyozni so'rang. Kvitansiyalarni saqlang. Tushunarsiz vaziyatda yozma javob talab qiling va kerak bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat qiling. Farzandlar esa ota-onasiga yordam bersin. Chunki ko'p pensionerlar o'z huquqini bilmagani uchun ortiqcha pul to'lab qo'yadi. Agar siz yoki yaqinlaringiz 1 iyuldan keyin shunday to'lov qilgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi to'lov bo'ldi? Qancha summa so'rashdi? Sizga imtiyoz qo'llandimi yoki yo'qmi? Shu orqali boshqalarga ham foydali tajriba bo'ladi. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing.
kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bunday xabarni bilgan odam o'z pulini, vaqtini va asabini asraydi.